Aka, assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Yaxshimisiz? Yaxshi, rahmat. Aka, Gulistondamisiz? Gulistondaman. Bo'shmisiz? Ha, bitta klientim bor, hozir bo'shayman. Qarang, ha, bo'shagandan keyin Lazzat kafesining ro'parasida meton uzga kelib oring, aka. Ha, nima gap, tinchlikmi o'zi? Ha, ish bor, aka. Xo'p, ukajon, hozir bo'shayman, o'taman. Bismillah. Metanuz. Assalomu alaykum. Qandaysiz, aka? O'zingiz yaxshimi? Jiyanchalar yaxshimi? Ish qanday bo'lyapti, aka? Bo'ladi-ku, zo'rki, faqat toychoq sal eskilib qilyapti-da. Ha, bu jonivor ham rosa xizmat qildi, aka. Ha. Sizga undan bo'lish kerak ekanda bitta, ha? Qani bo'lsa. Aka, shuni chimash mashinasini sizga oldim, aka. Yo'q, sabr chidamadiga kelishib tutoldim, men metanni ham qo'ydirib yubordim, aka. Rahmat. Yaxshi kunlaringizga bo'ling, aka. Akalar, metanuzda propan so'novkasining narxlarini tushirganmiz. Damas va Labo mashinasini minadigan akalarimizga 1 million 700 ming so'mga qilib turgandik, 1 million 600 ming so'mga propan so'novkasining narxini tushirib qo'ydik. Endi Nexus Gentra Cobalt mashinalariga va Spark mashinalariga propan so'novkasining original zapchastlaridan 40 talik balonlar bilan 4-paketning original narxlari 2 million 600 ming so'm qilib belgilab qo'ydik. Siz ham metan va propan o'rnatmoqchimisiz? Unda sizda metanuzda kutib qolamiz.